Tor shim kiygan qizlar kelajakda mustaqil tug'a olishmaydi. Tug'gan taqdirda ham bolaning boshi, bo'yni va yelkasida jarohatlar kuzatilishi mumkin. Onada esa tug'ruq yo'llarida asoratlar kuzatiladi. Meditsina tomonidan balog'at yoshigacha bo'lgan qizlarni belni siqib turuvchi tor kiyimlarni kiyishi mumkin emas. Yangi tug'ilgan chaqaloqning bosh aylanasi o'rtacha 35 sm bo'ladi. Demak, ayolning kichik chanog'ining aylanasi 35 sm dan katta bo'lishi kerak. Kichik chanoq aylanasi 35 sm dan kichik bo'lsa, bolada tug'ruq travmalarining bo'lishi va chanoq sohasiga tiqilib qolish ehtimoli juda ham katta. Tor shim kiygan qizlarning chanoq sohasi yaxshi rivojlanmaydi. Tor shim belni siqib turganligi sababli chanoqning kengayishiga yo'l qo'ymaydi. Tor shim beldan pastki sohada qon aylanishini buzadi. Bu esa chanoq a'zolari yaxshi rivojlanmasligiga olib keladi. Bundan keyin ginekologik muammolar kelib chiqadi va varikoz kasalligi moyillik ham ortib ketadi. Chanog'i kichkina qizlar mustaqil tug'a olishmaydi. Ular faqat keysariya yo'li bilan tug'ishi mumkin. Hozirda akusherstvada jinsiy tas, jinsiy chanog'i iborasi ommalashib bormoqda. Bu chanog'i kichkinalarga tegishli bo'lgan iboradir. Hammada ham bunday holat kuzatilmasligi mumkin, lekin sizga bitta savol. Hozirda keysarva bilan tug'ayotganlarning soni ko'paydimi yoki kamaydimi?